Xotirjam holatda o'tirib oling. Ko'zlaringizni yuming. Hech qayerga shoshilmang. Hozir bu vaqtni siz o'zingiz uchun ajratdingiz. Har qanday majburiyatlarni unuting. Faqat siz va ichki olamingiz bor. Ayni damda o'zingizga e'tibor qarating. Burun orqali chuqur nafas oling. Biroz tutib turib, asta nafasingizni og'zingizdan chiqaring. Yana bir chuqur nafas oling. Va nafas chiqarayotganingizda taningizni biroz bo'shashayotganini his qiling. Har bir nafas bilan tanangiz og'irlikni yerga berayotganini, yelkalar yumshayotganini, bo'yningiz bo'shashayotganini, yuz mushaklaringiz tinchlanganini his qiling. Endi butun e'tiboringizni yuragingizga, qalbingizga qarating. Ko'kragingizni markaziga. U yerda yillar davomida yig'ilgan hislar bor. Aytilmagan so'zlar, ichga yutilgan ko'z yoshlar, tushunilmagan og'riqlar, chiqarilmagan g'azablar, yig'ilgan qo'rquvlar. Bugun siz ularni itarmaysiz. Bugun siz ularni tuzatishga urinmaysiz. Bugun siz faqat ruxsat berasiz. İchingizdan sekin ayting. Men hozir o'zimga ruxsat beraman. Ruxsat bu majburiyat emas. Ruxsat bu kurash emas. Ruxsat bu eshikni ochish. Yuragingiz atrofida bir eshik borligini tasavvur qiling. U eshik uzoq vaqtdan beri yopiq. Uni majburlab ochish shart emas. Faqat his qilgan holda shunday deng. Ayting o'zingizga. Ochilsang bo'ldi. Ochilishingga ruxsat beraman. Endi ochilsang bo'ladi. Endi tanangizga quloq soling. Qayerdadir og'irlik, qayerdadir bosim bormi? Ko'kragingizda, qorin sohangizda, orqa tomoningizda, tomoqda. Bu ruxsatingizdan keyin qaysidir joyingiz javob bersa, ayni o'sha yerda yaralar bor. Va siz hozir u yerga mehr bilan qarayapsiz. İchingizdan ayting. Men bu og'riqni ko'ryapman. Men bu hislarni ko'ryapman. Men ayni damda ularni inkor qilmayman. Bu og'riqlar sizni yomon insonga chiqarmaydi. Bu og'riqlar sizning boshingizdan kechirganlaringiz.
va siz endi uni ko'tarib yurishga majbur emassiz. Chuqur nafas oling va nafasingizni chiqarayotganingizda tasavvur qiling. Qalbingiz yumshayapti. Tanangizdagi qotib qolgan joylar, og'riqli, bosimli joylar yengillashyapti. Qalbingizdagi u eshikni ochiq holda his qiling. Agar ko'z yoshlar kelmoqchi bo'lsa, to'xtatmang. Ko'kragingizda bosim bo'lsa, qarshi turmang. Agar hech narsa sezmasangiz, bu ham to'g'ri. Endi ichingizdan ovoz bilan shunday deb ayting: men o'zimni davolashga ruxsat beraman. Men og'riqlarim chiqishiga, ulardan qutulishga ruxsat beraman. Men og'irliklarimni ko'rishga o'zimga ruxsat beraman. Ulardan qo'rqmayman. Men shu onda o'zimni to'liq davolashga ruxsat beraman. Bu ruxsat bilan tanangizda jarayonlar boshlanadi. Ong osti signalni qabul qiladi. Endi u qarshilik qilmaydi. Qalbingizni ichiga yumshoq, iliq nur kirib kelayotganini tasavvur qiling. Ayni bu nur hech narsani majburlamaydi. U faqat u yerda qotib qolgan og'riqlarni bo'shatadi. Bu nur yaralarga tegadi. Ularni zo'rlamaydi. Ularni qonatmaydi. O'sha sizga shunday dedi: endi yolg'iz emassan. Ichingizdan ayting: men o'zim bilan birgaman. Yillar davomida siz kuchli bo'lishga majbur bo'ldingiz. Bugun esa siz halol bo'lishni, o'zingizga haqqoniy bo'lishni tanlayapsiz. Halol bo'lish og'riqni tan olishdir. Tan olingan og'riq sekin asta chiqib ketishni boshlaydi. Nafasingizni kuzating. Har nafas chiqarganingizda yengillik kirib kelayotganini his qiling. Har nafas bilan ichki bosim kamayayotganini his qiling. Endi ichki kuchli qaror bilan ayting: men endi bu yaralarni ko'tarib yurmayman. Men shu ondan qaror qilaman. Ularni tozalash jarayoniga ruxsat beraman. Bu so'zlarni aytishingiz bilan to'liq qalbingiz, uning atrofidagi energiya o'zgaradi. Asta og'irliklar yumshashni boshlaydi. Ichki qarshilik kamayadi. Siz hech kimga hech narsani isbot qilishingiz shart emas. Hech narsani tezlashtirishingiz ham shart emas. Tozalanish jarayoni allaqachon boshlandi. Asta sekinlik bilan yuragingizda bo'sh joy paydo bo'layotganini sezasiz.
Bu bo'shliq, yo'qlik emas. Bu yangi hayot uchun joy. Ichingizdan sekin ayting: men tozalanishga ruxsat beraman. Men yengillikka ruxsat beraman. Men o'zimni sevishga ruxsat beraman. Og'riqlarimni qo'yib yuborishga ruxsat beraman. Men go'zal hayotga ruxsat beraman. Endi bir necha soniya jim holatda o'tiring. Hech narsa qilmang. Faqat tanangizni his qiling. Endi shuni bilingki, bugun siz juda katta ish qildingiz. Siz kurashishdan voz kechdingiz. Siz shunchaki ruxsat berdingiz. Va ayni shu ruxsat eng chuqur shifoning boshlanishidir. Qalbingizdan shifo jarayonini va shifoni qabul qildim deb ayting. Va butun tanangizda yengillik hissini his qiling. Ichki kuchli qaroringiz bilan asta sekin ko'zingizni oching. Ruxsatingiz amalga kirdi va og'riqlaringiz sekin asta erib hayotingizni tark etishni boshlaydi. Yangi qaroringiz xayrli bo'lsin.